ana bu nima deydi? Odamimda ichgan payti yonida bitta normalniy bola bo'lsa, normalniy sikadigan, qondirib mazza bo'ladi-da. Mas bu qop turib anaqa chotki sikadigan, qiynab sikadigan bo'lsa-da. Mendaqa bo'lsa, mendaqa sikadigan bo'lsa, voy biladi. Aytibmanku, endi ham xohlaganimdan sikishib, sevishmayman, no. Как одishinaqa chotki bo'lib, o'zimga qarab, ertaga kiprichi keladi, kipriklarimni o'zdirgan, kosmetologlarga o'zdirgan boraman. Aytibmanku, endi mazza xohlaganimga siktiraman, kah qo'yib yuraman. Kuniga har xil qo'toqlarni ko'rib, iyunida o'g'lim bilan onam keladi. 15 kunga aylantirib, kiyim qilib, hamma narsani olib jo'nataman. Xudo xohlasa, 1-sentyabrda o'g'lim 1-sinfga chiqadi-ku. Chetdan keyin pul qilib beraman-da. Meni qo'ltam turg'izayapsiz. Bunisi ham sikadi, sizga ham siktiraman, bunga ham siktiraman. Men yetaman hammaga, yeyilib qolmaydi. Yo'q-ey. Onasini sikka bitta yarimtasi yeb qo'ysa nima bo'ladi? Tishlovsa nima bo'ladi klitridan? Ayinski kecha kunda bittasi anam klitr shuni tishlab bo'larmi bilan baqirib yordim. Onangni to'tiga sikka. Qaysi xoram tishlar onangni to'tiga sikka. Tishladim. O'ylab, men qochdim. Jahlim chiqib ketdi-da. Yomon asabiylashib qoldim. Yomon bo'lar ekan tishlasa harom. Bo'ldi, sizga qaytib boraman ha. Sen ham qo'toqni olganda tishlamaganman axir. Senga o'ziga qaytganda u. Mosha. Ha. Sizlar natur sikishgansizlar-da, naborot sikishgansizlar almashib. Bu oyoq tomonga naborot yotishgan, naborot sikishgan. Naborot unaqa 69 bo'lsa unaqa qilalmaydi. Mana bunday yotdim, u pastda yotdi. Onasizga. Umush mayli, ehtiyot qiling, charchamay. Qayerga? Ishdaman-ku, ishlar o'tib. Tezga ishlaysiz. Az yo'q joydan qo'tdan turg'izasan-da yurak bilan. Qiynalib. Uzdiray deb. Qo'ng'iroqcha tashlayni, undan qo'ng'iroqcha. Men ichmay o'tirdim, bu jallu asabni buzyapti shu-da, qanaqadir. Aka, mana ko'rsataymi? Ot o'sha tugadi, yo'q, ichida tugadi. Meniki sera xalos ochilmaydi. Tomosha. Ertaga tugamaydigan nobormi 5 tillikda. Ariq siyib chiqasan ertalab pesh. Ichaverasa, siyaverasa, ichaverasa, siyaverasa. Aka real ovozni eshiting. Na, hacker aka boshladi. Basharingiz bo'lsin. So'kinmang. Podpiska qiling. To'g'ri-da. Hacker aka podpiska qiling. Gaplashamiz. Podpiska qiling dedim. Basharingiz bo'lsin. Bosdim. Bosdim. Qarang, bu savol. Men qo'lingizdagi bunaqa tortish narsa borku-da. Ana shu qarang, men magazinga ko'p qiziqdim. Bir xil ayta, одноразовый tugagandan keyin o'tib yuborish kerak deydi. Lekin men borda zapravka qilsangiz ham bo'ladi, o'tirsangiz ham bo'ladi. Bu ana shu narsa. Vaqtiga eshitdim. Zapravka qiladi, chekaveradi. Har xili borda aka, xohlasangiz zapravka qiladigan narsangiz bo'ladi, xohlasangiz одноразовый. Bunday narsa hozir men zaryadkaga qo'yaman. Buni zaryadkaga qo'yaman. Короче, ichida mana 10 mingta. Zaryadkasi tugasa yana shu 10 mingta tortilgancha u tugaydi oxiri. Mana buni hafta yetadi. Mana buni sal kerakroq, bu yashil anaqa kuchsizroq sal, bu ko'proq anaqa
Bu salcho svit qiladi, zaryadkasi o'chib qoldi hozir. Turishga erinayapman narigi xonaga. Mosh. Mosh. Hozir yomon diyetada yuribman. Ma'lum juda ko'p shokolad yeyapman, energiyani ko'taryapman. Anasini ko'tarib shokoladsiz energiya ko'tariladimi? Qazilar deyish kerak, go'sht deyish kerak erkak kishi. Shokolad. O'shani yegandan keyin ham shokolad ham yeyish kerakmi, davda? U shokolad qonni ko'paytiradi, tug'boqim. Aka, eng asosiy narsa shokolad. Da, u gapingiz to'g'ri. Rossiyaning sevgisi aeroportgacha. Onasini ko'tagisiga. Qo'li qanday aeroportgacha? Bitta sikib kayfini qilguncha. Puli yo'q kambag'allar sevishadi, nimagaki had deb pul berib sikkani aqli yetmaydi, o'shancha sevishadi. Men fikrim shunaqa, endi kim qanaqa, meni fikrim shunaqa. O'shancha men sevishmayman. Pul beraman, sikkaman bo'ldi, ketdim. To'ppa-to'p. Anova, ko'shinaga borgan paytingiz bilan o'chib qoluvdim emas u. Bu safar agar borsam, Nidayeva borib qolsam o'lguncha. Хорошо? Хорошо. Nevansan? Chunki bu safarda tugab qolgandi-da, magazinga ham o'sbit qilmagandim.